Xullas hozir Turkiyadaman. Endi men hozir Turkiyadaman. Вот Turkiyada bo'lganim uchun Turkiyaga keldim-ku endi. Turkiyadaman endi hozir bilmayman bilasizmi yo'qmi. Вот Turkiyada именно mana shu Turkiyada anaqa bo'ldi. Turk odamlari bor, turk qahva, ya'ni turk ovqatlari bor. Turkmanlar baribir ham turkmanlarga mansub. Bular turk xalqlari. Mahallani obodonchilar tushunibsan, mahallani obod. Assalom yo'lovchilar, ezgulik xohlovchilar, uyda buni ko'rgilik, tatimas bir yegulik, uyda buni ko'rgilik, tatimas. Bu safar har galganda dandan Beratem dedi. Kot tele. Gidi. Gidi. Mana shu bakalashga portlab ketdi, banglab. Mana yerda yotgan maynani yuragi og'rib, hushidan ketib qoldi.
Umid signalingni nima qilgan qara. AQShning Virjiniya shtatida yenot alkogol do'koniga kirib, ichimlik javonlarini ag'darib tashladi va ba'zi shishalarni ichib ko'rgan. Do'konni vayron qilib bo'lgach, jonivor spirtli ichimlik ta'sirida uxlab qoldi. Xodimlar uni hojatxonada uxlab yotgan holida topishgan. Aytishlaricha, qancha urinishmasin, mitti bezorni uyg'ota olishmagan. Ichimlik ta'siri tarqalib o'ziga kelgach, jonivor tabiatga xavfsiz qo'yib yuborildi. Bu erkek bolgarskiy, mana bunisi ayol bolgarskiy. Voy, eshitganmisizlar? Men o'zim shokdaman. Agar bolgarskiyni mana bunaqangi chiqib turgan joyi 3 ta bo'lsa, bu erkek bolgarskiy bo'lar ekan. Mana bunisi esa ayol bolgarskiy, ya'ni 4 ta bo'lsa. Tuvaz, astagfirullah. Xizalay bolgarlar.